Bugungi o'qimishli yoshlar yangi vositalarga ega zamonaviy maddoh desa bo'ladi. O'tmishda amir, podshoh, xonlarni taxti yonida turardi maddolar. Bugun esa u telefon yoki kompyuter ortida o'tirishi mumkin. Ayrim o'qimishli yoshlar qavmiy rahbarlarni ilmi va xolis tanqid qilish o'rniga ularning raqamli targ'ibotchilariga aylandilar. Ular rahbar suratlarini bezadilar, so'zlarini ulug'vor ko'rsatdilar, kuchlariga nisbat berilgan jinoyatlarni inkor etdilar. Tanqidchilarga, ya'ni so'z yurituvchi ozgina noto'g'ri, masalan, haqiqatlarni aytganlarni haqorat yog'dirdilar va har bir mag'lubiyatini g'alaba sifatida taqdim etdilar. Xalq orasida, xalq ichida, majoziy tarmoqlarda bor oilagacha borib tarqatdilar. Bugungi maddoh qasida yozmasligi mumkin, ammo u hissi videolar, qisqa lavhalar, soxta sahifalar, hashtaglar va tarixdan uzib olingan parchalar bilan qadimgi maddoning vazifasini bajaradi. Ta'lim vijdon bilan birga bo'lmasa, o'qish bilim vijdon bilan, imon bilan bo'lmasa, xushomadgo'ylik, chopluslik, qo'l o'puchilik vositasini yanada rivojlantiradi. Suvodsiz kishi o'qimagan bolajon el shioriga aldanishi mumkin. Ammo bila turib yolg'onni bezab qadoqlab va tarqatgan o'qimishli kishining axloqi, mas'uliyati og'irroqdir. Chunki unda tekshirish, anglash va tanlash imkoniyati bor. Ular bu ishlariga o'ylab, yaxshi o'ylab, yana o'ylab ish olib borishlari kerak. Ertaga tarixning oldida javob berishlari, yuzqaro bo'lishlari mumkin.